Bugungi videomizda 2025 yilgi Chevrolet Captiva modeli haqida batafsil gaplashamiz. Ushbu avtomobil zamonaviy dizayn, qulaylik va tejamkorlikni birlashtirgan holda oilaviy foydalanish uchun juda mos keladi. Chevrolet Captiva yangi avlod tashqi ko'rinishi bilan yanada jozibali bo'lib, old panjaradagi brend logotipi va LED chiroqlari avtomobilga zamonaviy ruh bag'ishlaydi. Yon tomondagi chiziqlar aerodinamikani yaxshilab, umumiy ko'rinishni yanada sportcha qiladi. Orqa qismida esa yangilangan fonarlar va keng bagaj eshigi kundalik ehtiyojlar uchun qulaylik yaratadi. Salon ichki qismi ham sezilarli darajada yangilangan. Yumshoq materiallar, ergonomik o'rindiqlar va keng joy yo'lovchilar uchun qulay muhit yaratadi. Old panelda katta sensorli multimedia ekran joylashgan bo'lib, Apple CarPlay va Android Auto tizimlarini qo'llab-quvvatlaydi. Rulda joylashgan tugmalar haydovchiga e'tiborini yo'ldan chalgitmasdan boshqaruvni amalga oshirish imkonini beradi. Konditsioner tizimi, orqa o'rindiqlar uchun alohida shamollatish va ko'plab saqlash joylari Captiva'ni kundalik hayot uchun ideal tanlovga aylantiradi. 2025 Chevrolet Captiva texnik ko'rsatkichlari ham e'tiborga loyiq. Avtomobil zamonaviy benzin dvigateli bilan jihozlangan bo'lib, yoqilg'i sarfini kamaytirish bilan birga yetarli quvvatni ta'minlaydi. Avtomatik transmissiya silliq ishlashi bilan shaharda va uzoq safarlarda qulaylik yaratadi. Old gildirakdan tortish tizimi barqaror harakatni ta'minlab, turli yo'l sharoitlarida ishonch bag'ishlaydi. Shovqinni kamaytirish texnologiyalari salon ichida tinch va yoqimli muhitni saqlaydi. Xavfsizlik masalasida ham Captiva zamonaviy talablar darajasida. Bir nechta havo yostiqchalari, ABS va ESP tizimlari favqulodda vaziyatlarda haydovchiga yordam beradi. Orqa kamera va park datchiklari tor joylarda park qilishni osonlashtiradi. Shuningdek, avtomobilda shinalar bosimini nazorat qilish tizimi mavjud bo'lib, xavfsiz harakatni ta'minlashga xizmat qiladi. Mustahkam kuzov tuzilishi